Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 10-darsimiz. Bugun substring metodi bilan tanishamiz. Substring metodi ham slice kabi stringdan ma'lum bir qismni ajratib oladi. Farqi manfiy indekslarni qabul qilmaydi. Slice metodiga manfiy indeks beradigan bo'lsak, matnni oxiridan boshlab bergan indeksimizga ko'ra so'zni ajratib olardi. Lekin substring metodida bu narsa ishlamaydi. Buni ham keyinroq ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda substring metodidan foydalanishni ko'rib o'tamiz. Kodni kopiya qilib olaman. Oddiy text degan o'zgaruvchi e'lon qilganimizda JavaScript dasturlashtiriladigan matnni saqlaydi. Konsolga chiqaryapmiz. Text degan o'zgaruvchida substring metodini chaqirib, birinchi qiymat xuddi slice'nikidek boshlang'ich qiymat beradi. Qaysi indeksdan boshlanishi, ya'ni 0 berilgan bu yerdan J harfidan boshlanadi va o'ngacha davom etishi kerak. Ya'ni oxirgi qiymat, ya'ni o'nni o'zi kirmaydi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va 10-chi indeks mana bu yerdagi probel bo'ladi. 10-chi indeks kirmaydi. Substringda ham metodda ham oxirgi bergan qiymatimizgacha boradi, uni o'zi kirmaydi. Terminalni ochib olaman. Note strings.js deb ishga tushirib olaman. JavaScript degan so'zni o'zi chiqyapti. Misol uchun boshlang'ich qiymatga 10 ni beradigan bo'lsak, mana bu yerdagi probelli 10 indeksi va 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ni beradigan bo'lsak, S harfigacha olib qoladi. Ya'ni shayni o'zi kirmaydi. H harfi kirmaydi. Dasturlashib bo'lib qoldi va birinchi boshdagi probelni ham qirqib oldi. Ya'ni 10-chi indeksga probel edi, o'sha probelni ham qirqib oldi. Agar 11 beradigan bo'lsak, probelni olmaydi va mana bu yerda 21 berib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shayni ham olish uchun, shayni to'liq olish uchun faqat shayni o'zini emas. Dasturlash degan matn chiqdi. Buni kommentariy qilaman. Unda ikkinchi qismi, agar sub katta bo'lsa, end bilan joy almashadi. Kopiya qilib olamiz. Bu yerda ham tekstiga o'zgaruvchi dasturlash qiziqarli degan matnni saqlaydi. Faqat e'tibor beradigan joyimiz text substring metodi chaqirilganda, boshlang'ich qiymat tugash qiymatidan katta. Bu yerda kichik edi. Boshlang'ich qiymat 11, tugash qiymati 22, 21. Bu yerda esa ham teskarisi, boshlang'ich qiymat 10, tugash qiymati 0. Ya'ni o'rni almashgan, kattaroq. Boshlang'ich qiymat tugash qiymatdan kattaroq, ya'ni oxiridan kattaroq. Shuning uchun ham o'rni almashadi. Substring metodi o'rni almashadi. Ishlatib ko'radigan bo'lsak, dasturlash. Ya'ni 0-chi indeksdan boshlayapti, 10-chi indeksgacha qabul qilib olyapti. O'rni almashdi. Bu slice'da ishlamaydi, yana bitta farqi. Bu narsa slice'da ishlamaydi, xatolik beradi. Manfiy indekslar ishlamaydi. Buni ham aytib o'tgandim yuqorida. Slice'da yana bir farq, manfiy indekslar ishlamaydi. Text degan o'zgaruvchimiz hello world degan matnga saqlayapti va text substring -5 degan taqdirimizda 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni O harfigacha olishi kerak edi. Lekin bu narsa ishlamaydi. Hello world o'zi chiqadi. Shu narsani slice deb bersak, bu narsa ishlasdi. Hello world o'zi chiqyapti. Agar buni substring emas, slice deb beradigan taqdirimizda bizda world o'zi chiqadi. Ya'ni -6 bergan bo'lsak, W ni ham oladi. Bu narsa slice'da ishlaydi, lekin substringda ishlamaydi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.